Mamlakatimizda aholi va hududlarni turli tabiiy va texnogen hodisalardan himoya qilish, joylarda fuqaro muhofazasi tizimini yanada takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ana shu maqsadda mashg'ulotlar orqali aholining favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish, hamkor tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash va kuch vositalarining tayyorgarlik darajasini baholashga e'tibor qaratilmoqda. Navbatdagi lavhamizda soha mutaxassislari tomonidan kuz-qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bunday holatlarda to'g'ri harakatlanish borasidagi targ'ibot tadbiri xususida so'z boradi. Tabiiy ofatlar inson hayotida kutilmagan sinovlardir, ammo ularga ongli tayyorgarlik va to'g'ri bilim orqali qarshi turish mumkin. Tabiat sinovi oldida hushyorlik va birdamlik xavfsiz hayot kafolatidir. Shu bois viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan Qarshi shahridagi oliy o'quv yurtlarida kelajak soati rukni ostida ma'rifat darsi xavfsiz hayot mavzusida tashkil etildi. Dastlab talaba va mas'ullarga favqulodda vaziyatlarga o'zini o'zi tayyorlashning ahamiyati, zilzila sodir bo'lganda to'g'ri harakatlanish qoidalari haqida ma'lumotlar berildi. Mutaxassislarning fikricha, 3 ta yong'inning bittasi aholi yashash xonadonlarga to'g'ri keladi. Yong'inlarning aksariyat qismi gaz yoki elektr qurilmalarining nosozligi ortidan yuzaga kelmoqda. O'tkazilgan ushbu tadbir jarayonida talaba va o'qituvchilarga yong'inlar, gaz-havo aralashmasining chaqnashi, is gazdan zaharlanish va boshqa ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha tushunchalar berilib, eslatma va bukletlar tarqatildi. Shuningdek, ularga kuz-qish mavsumi oldidan foydalanishda bo'lgan gaz va elektr qurilmalarini texnik ko'rikdan o'tkazish, aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf etish yuzasidan muhim tavsiyalar berildi. Jarayonda qutqaruv asbob anjomlari namoyish etilib, ularga birma-bir tanishtirildi. Isitish mavsumida eng e'tiborli jihati shundaki, avvalo aholi o'zini, mol-mulkini, uy-joyini yong'in xavfidan himoya qilish kerak. Buning uchun yong'in xavfsizligi qoidalariga to'liq rioya etish, doimo hushyor bo'lish, yosh bolalarni gaz yoqish, o'chirish ishlariga jalb etmaslik lozim. Gaz isitish qurilmalaridan va elektr asboblaridan ehtiyotkorlik bilan to'g'ri foydalanish talab etiladi. Favqulodda vaziyatlarni oldini olish bu faqat tegishli xizmatlar yoki tashkilotlarning ishi emas, har birimiz uchun fuqarolik burchidir. Bunday tadbirlar aholining tayyorgarlik darajasini oshirish, favqulodda holatlar vaqtida to'g'ri harakat qilish madaniyatini shakllantirish va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha ana shulardan iborat edi. Dasturimiz so'ngida eslatib o'tamiz, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Salomat bo'ling.